Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 8-oyning 24-kuni. Bugundan boshlab Amerika Cumhuriyet Partiyasi 4 kunlik partiya yig'ini ochdi ekan. Amerika Cumhuriyet Partiyasining bu 4 kunlik yig'inida saylam uchun tayyorlik ishlari ilib berildi ekan. Tunugun Amerikaning Cumhuriyet Partiyasi o'zining 10 cho'ng siyosiy programmasini o'tirib qo'yibdi. Bu 10 cho'ng siyosiy programmaning ichida Xitoy masalasi 3-o'rinda turdi ekan. Uning ustiga Xitoy masalasi bu siyosiy programmalarning ichida ayrim bir tur bo'lib o'tirga qo'yilibdi. Bundaq ahvol Cumhuriyetçi Partiyasining siyosiy program tarixida ko'rilib boqmagan ahvol ekan. Bu demak, Xitoy masalasi Amerikaning eng cho'ng muhim bir masala bo'lib o'tirga qo'yilibdi. Bu programni tuzib chiqishdagi maqsad Xitoy hokimiyatidan keng ko'lamlik qisos ilish harakati ilib berildi ekan. Keng ko'lamlik jazo yurgizish harakati ilib berildi ekan. Hamda Xitoy hokimiyatining hozirgi siyosiy qurilmasini tubdan o'zgartirib etish Amerika Cumhuriyet Partiyasining bir muhim xizmatiga aylanibdi. Bu demak, hamda bundan keyin Amerika Xitoy o'tirsidagi har xil shakldagi munosabatlar butunlay uzilishga boshlaydi ekan. Oldi bilan biz yana Tayvan Xitoy o'tirsidagi jiddiylik vaziyatini ko'rsak, tunugun Tayvan hukumati yana 8-oyning 23-kuni ikki cho'ng xotirlash faoliyatini ilib beribdi. Ya'ni 62 yilning oldida 8-oyning 23-kuni Tayvanning Jingmen orlida Xitoy kommunist hokimiyati bilan Xitoy Kuomintang hokimiyati ikki taraf bir-birsiga qaratib uzun vaqt zambirak bilan bir-birsini bombardimon qilgan ekan. Mana shu voqeani xotirlash uchun Tayvanning hozirgi prezidenti Tsai Ing-wen bu xotirlash faoliyatiga qatnashibdi. Kishilarni texmo diqqatini tortadigan Tayvanda turishliq Amerikaning ish bajarish ishxonasining mas'ullarimi bu faoliyatga qatnashibdi. Hamda 62 yilning oldida o'zaro bombardimon qilish voqeasida Amerikaning 2 odami mishada qurbon bo'lgan ekan. Tayvanda turishliq Amerikaning vakillari bu faoliyatga qatnashdi degan gapning o'zi bundan keyin Tayvanda qandaq bir voqea bo'lsa, uning keyinda Amerikaning borlig'ini, Amerika davlati butun kuchi bilan Tayvanni qo'g'daydiganligini bu faoliyat orqali signal beribdi. Jinmen nahiyasi bo'lsa, Tayvanga nisbatan eng oldingi saf bo'lib hisoblanadi ekan. Tayvanga tava bo'lgan Jinmen bilan Xitoy kommunist hokimiyatiga tava bo'lgan Shaminga nisbatan taxminan aran 10 kilometr keladi ekan. Tayvan hukumatining amaldorlari bilan Amerika hukumatining amaldorlari Shaminga nisbatan yaqin bo'lgan Jinmenda turib xotirlash faoliyati qilishning o'zi Xitoy hukumatiga nisbatan berilgan ochiq signal ekan. Tayvan hargiz Xitoyning zimini bo'lolmaydi. Tayvanni qo'g'daydigan Amerika hukumati bor degan ochiq signal ekan. 1958-yili Xitoy kommunist hokimiyati bu Jinmen orlig'iga uda 20 yil zambirak etib to'xtamagan ekan. 1979-yilga kelgan chaqda Tayvanning Jinmen degan orlig'iga zambirak etish harakatini Xitoy hokimiyati to'xtatgan ekan. Ya'ni 1979-yili Xitoy kommunist hokimiyati bilan Amerika hukumati diplomatlik munosabatni o'rnatgandan keyin bu voqea oxirlashgan ekan. Bu xotirlash faoliyatiga nisbatan Xitoy kommunist hokimiyati ta hozirga qadar hech qanday inkos qaytarmabdi. Navoda Xitoy kommunist hokimiyati 62 yilning oldidagi o'xshash bir pay o'q etib qolsa, u chaqda Tayvan Amerika hukumatining qaytarma zarbasiga uchraydi ekan. İkinci bir muhim xotirlash faoliyati bo'lsa, 31 yilning oldida Baltiq dengiziga tava bo'lgan 3 davlatning odamlari zanjirsimon qo'l tutishib faoliyat ilib borganning xotir kuni ekan. 1989-yili 8-oyning 23-kuni Baltiq dengiziga tava bo'lgan Latviya, Litva, Estoniya 3 davlatning xalqi hammasi bir-birisi bilan qo'l tutishib 675 kilometr odam zanjirini hosil qildi. Bu odam zanjiriga jami 2 milliondan ortiq odamlar qatnashib, bu 3 davlatning mustaqil bo'lishini talab qilgan ekan. Tunugun bu 3 davlatning xalqi 31 yilning oldidagi bu mustaqillik faoliyatini xotirlabdi. 31 yilning oldida bu 3 davlatning xalqi 3 davlatning chegarasida Sovet ittifoqidan mustaqillikni talab qilish uchun bir-birisining qo'lini tutishib, so'zilib 675 kilometr uzunlikda
zanjir hosil qilib, butun dunyoni zilzilga keltirib o'tgan ekan. Shuning bilan 7 oydan keyin bu 3 davlat mustaqillikni jakolab, mustaqillikka erishgan ekan. Baltiq dengizdagi bu 3 davlat tinchlik yo'li orqali mustaqillikka erishish ulgusini yaratgan ekan. Tunugunki xotirlash faoliyatining yana bir ma'nosi bo'lsa, yana shu 3 davlatning xalqi Belorussiya davlatining chegarasining bo'yida odam zanjiri vaziyatini hosil qilib, Belorussiya xalqini qo'llash, Belorussiya davlatining mustabid hokimiyati Lukashenkoning taxtidan tushirish harakatini qo'llaydiganlik ifodasini bildirib faoliyat qilib o'tibdi. Belorussiyaning mustabid hokimiyati Lukashenko 26 yildan beri huquqni bag'ini unmay etibdi. Belorussiya xalqi tinchlik yo'l bilan Lukashenkoga qarshi harakatda bo'lib o'tibdi. Lukashenko bo'lsa hozir o'zini qo'g'dash uchun qo'liga avtomat elib, Lukashenkoning o'g'limi qo'liga avtomat elib, dadisini qo'g'daydigan holatga o'tibdi. Lukashenkoning boshqa qo'g'dag'uvchilari qurol tutmaydigan bo'lyapti. Endi gapimizga qaytib kelsak, Xi Jinpingmi uzunga bormay mushundaq kuniga qoldig'ini aniq ekan. U chaqda Xi Jinpingni qo'g'daydigan faqatlam Xi Jinpingning qizi Shimingzi qurol ko'tarib dadisini qo'g'disi bo'ladi ekan. Endi Amerika Cumhuriyet Partiyasining 10 cho'ng siyosiy programmasiga qaytib kelsak, bu siyosiy programmaning ismi sen uchun kurash qilish ekan. Fight for you. Bu 10 cho'ng siyosiy programmaning birinchisi bo'lsa, ishsizlik masalasini hal qilish. Ikkinchi muhim mazmuni bo'lsa, yuqumli virusning masalasini hal qilish. Üçüncü mesele bo'lsa, Xitoy masalasi ekan. Bunda aytganda bu 3 masala hammasi Xitoy masalasiga to'g'ri keldi ekan. Masalan, ishsizlik masalasi mo Xitoyning virus sababidan yuz bergan. Yana birisi Xitoy davlati Amerikaning ishsiz masalasiga sababchi bo'ladi ekan. Shunga Amerika hukumatı ciddi tadbir qo'llanib, Xitoy davlatida mavjud bo'lib turayotgan Amerikaning butun korxonalarini chekindirib qaytarib keldi ekan. Hamda virus masalasiga kelsak, Xitoy davlatining sababi bilan bu virus vaqasi paydo bo'lib, butun dunyoga ofat keltirgan. Shunga bu Xitoy virusining yana davomli tarqalishining oldini olib, hamda Xitoydan javobgarlikni surishti qiladi ekan. Xitoy masalasini 3-muhim o'ringa qo'yishi, yana ayrim bir tur masalasi qilib orib o'tirga qo'yishi haqiqatan Amerika tarixida siyosiy programmalar ichida ko'rilib boqmagan yangi ahvol ekan. Bu 3-siyosiy programmada asosliq 2 cho'ng mazmun bo'lib, birinchi cho'ng mazmun bo'lsa, Xitoy davlatida mavjud bo'lib turayotgan Amerika shirkatlarini jiddiy chekindirib kelishgan. Ikkinchi bir cho'ng mazmun bo'lsa, Xitoy hukumatidan virusning javobgarligini surishti qilishgan. Javobgarlikni Xitoy hokimiyati ustiga ilish kerak ekan. Ya'ni Xitoy hukumatidan cho'qim qisos oladigan. Agar Xitoy hokimiyati Amerika davlatining talablarini o'rindayolmasa, bevosita harbiy hujum qo'llandi ekan. Xitoy hokimiyati butun dunyoga virus tarqatib, butun dunyoni baloy qazoga uchirtib, Amerika davlatini ig'ir talofatga uchirtib, lekin Xitoy hukumatı ta hozir qadar hech qanday mas'uliyatini ustiga olmay, bundaq davomlashaverishga yo'l qo'yilmaydi ekan. Amerika davlati tatgan ziyonning badaliga cho'qim Xitoyga ajallik zarba berishga to'g'ri keldi ekan. Cumhuriyet hukumatining hozir Amerika xalqiga berayotgan va'dasi, biz cho'qim sizlarga va'da bera olamiz. Biz cho'qim Amerika xalqining imtihonini olamiz. Bo'libmi shu virus masalasiga kelganda Amerikaning tatgan ziyonning o'rniga Xitoy davlati cho'qim ig'ir badal to'lishi kerak degan va'dalarni berdi ekan. Mana bu 3-siyosiy programmaning ichidagi asosli mazmunlar ekan. Undan boshqa Xitoyda texnik chekinmay turayotgan Amerikaning shirkatlariga 2 xil tadbir qo'llandi ekan. Birinchi xili bo'lsa, o'zligidan chekinib kelgan shirkatlarning chekinish chiqimlarini davlat o'z ustiga oladi ekan. Hamda bu shirkatlar Amerikada boj ilinmaydi ekan. Ya'ni chekinigini unmayotgan shirkatlarga Xitoyda turayotgan Amerika shirkatlariga mal zakaz berishni to'xtatib etish hamda Amerikada mavjud bo'lib turayotgan ana shirkatidan asllab boj ilish. Mana shunday tadbirlarni endi qo'llandi ekan. Bundan boshqa Amerika davlati Xitoyning internet hujumidan qo'g'dilgan kuchli mudofaa sistemasini qurib chiqdi ekan. Yana birisi bo'lsa, Xitoyning boshqarilgan bombalardan mudofaa ko'rish kuchli sistemlarini qurib chiqdi ekan. Bu Cumhuriyet Partiyasining tashqi ishlar ishlariga kirdi ekan. Endi Demokratiya Partiyasining siyosiy programmasiga kelsak, Xitoy hukumati to'g'riliq hech qanday konkret siyosiy program yo'q ekan. Lekin Cumhuriyetçi Partiyasi bo'lsa, maxsus Xitoy masalasi to'g'risida siyosiy program tuzib chiqibdi. Buningdan biz shuni ko'ra olamizki,
Amerika hökuməti çoxum Xitay hakimiyyətini bərbad qılıdı. Amerika Cumhuriyet Partiyasının yeni siyasi programmasının asaslıq məzmunlarını sözləb ötdük. Həmmіңlarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.